Assalomu alaykum haydovchilar va bo'lajak haydovchilar, yaxshimisizlar, charchayapsizlarmi? Xudoga shukr, 118 119 biletlarni boshladim. Xudo xolasa ko'rasizlar. Juda ham ko'p so'radinglar. Mana yangi savollar chiqdi, yangi savollar chiqdi. Buni bir 3 ta dars oldim. Bu programmani yopgandik, o'sha keyin bir nechtadir qo'shilib qoldi o'zidan o'zi. O'shani yopib rosa xursand bo'ldim. Bo'ldi, mana shu nima badardan qutuldim dedim, lekin bari yangi bilet chiqarishdi. Sizlar so'radinglar, men davom etyapman. 118 119 man qaranglar, man bitta narsani tushunmayman. Mana so'raysizlar-da, aka yangi savol, Farruh yoki ustoz yangi savollar chiqibdi, yangi biletlar sharhlab bering. Lekin yangi biletlarni chiqarsam ko'rmaysizlar-da. Shunisi odamga alam qiladi-da. Mana qarang, 114 115 116 117 bu yangi biletlar. Birinchi video 7000 ta ko'rilgan, ikkinchi video 5000 ta, 6000 ta, 7000 ta ko'rilgandi. Lekin men to'xtash va to'xtab turish qarang, 146 ming bu mazza. Bunaqa prosmotr 2 yillik videolarimni urib qo'ydi-da, misol uchun necha kunda? Qancha 29-oktyabrda chiqarganman-da. Mazza. Mana qarang, 9-dekabrda eng oxirgi darsim harakatlanish tezligi 9-dekabrda chiqarilgan. 4-25-dekabrdan уже 2 barobar ko'p-da. Bu mavzular haqiqatan zo'r tanlangan, lekin buni ham talabgori bor-da. Imtihon savollarini o'sha yangi biletlarni ko'rsating deyishadi, lekin ko'rishmaydi. Bilmayman nimaga. Balki shart emasdir deb o'ylab ko'raman-da. Mayli, xullas, yana 2 ta bilet qoldi. Sabr qilasizlar. Xudo xolasa bugun shuni tugatamiz. Sizlar buni ko'rib olasizlar va qoidani o'rganishingizdan chiqmasdan hammasini yig'ishtiring. Savol yodlamang, kerak emas. Ana yangi savol, hammani yiqitayotgan savol, hammasi yolg'on, bo'xton. Qoidani o'rganing, любой savolga javob beriladi. O'zi donishmandlar aytishgan-ku, men qaysi donishmandligi aniq esimda emas, lekin shu narsani iborani eshitganman. Dunyodagi har qanday savolga to'g'ri javob bersa bo'ladi, faqat u savol to'g'ri bo'lsa. Qaysidir donishmand aytgan, bilmayman kimligini, bilsanglar iltimos kommentariyada yozib ketinglar. Bo'lmasa boshladik. Keyingisi albatta bu qo'llab-quvvatlash kerak bo'ladi. Like, komment, podpiska buni aniqlang, jo'nating o'rtoqlaringizga, ko'rishsin, o'rganishsin. Onlayn o'rgansa ham bo'ladi, shart emas offlayn qayergadir borib, mingta savol yodlash. Shunchaki qoidani o'rgansin, bo'ldi, tamom. Qoidani o'rganinglar, eng muhimi. Va qo'llab-quvvatlashning ikkinchi usuli, bu undan tashqari usuli, istalgan usulda men bu mani kartalarim, o'zingizni minnatdorchiligingizni bildirib, oxirgi 3-4 ta videoda shunaqa qildim, zo'r, malades. 100 ming, 200 ming shunaqa pul tushyapti, misol uchun, общий jamlanganda. Misol uchun kimdir 5 ming, kimdir 6 ming, barakasini bersin. Hech narsa qilmang, hamma zo'r, uyalmanglar bu narsadan. Nima deydi? Ja ko'p ham tashlavermanglar. Misol uchun, odamning puli ko'p bo'lsa, yeydi, ichadi, kayfga berilib ketishi mumkin. Bir bola xullas oz bo'lsa shu yashashga yetadi. Misol uchun non-pon yeb, misol uchun ijod qilishga yetadigan pul tashlab qo'yinglar. Ja ko'p tashlavermanglar. O'zinglarni ham o'ylanglar. Shunchaki shu darsdan nimadir o'rgandingizmi, minnatdorchilik sifatida prosta rag'batlantirib qo'ysangiz bo'ldi. Shu darsda yana davom etish uchun. Misol uchun uyga plov kelish kerak, bilasiz, hamma taksi qilsam ham bo'ladi shu vaqt ichida. Taksi qilgim kelmaydi. Shuning uchun sizlardan ozgina yordam. Bo'pti, ketdik. Bo'lmasa boshladik. 118 119 18-bilet 118-bileti birinchi savol. Qizil avtomobil qaysi yo'nalishlarda qayrilib olishga ruxsat etadi? Xo'p, qizil avtomobilga ikkala yo'nalish bo'yicha ham qayrilib olish taqiqlanadi. Nega? Ko'pchilik mana shu 3 ta taqiqlovchi belgini o'sha ajratuvchi mintaqadan keyin kuchini yo'qotadi deb o'ylaydi. Yo'q, aslida unday emas. Aynan o'sha birinchi mintaqaga, ya'ni birinchi kesishmaga ta'sir qiladigan belgilar bu 3-18-1 va 3-18-2 belgilari, ya'ni o'ngga burish taqiqlanadi va chapga burish taqiqlanadi belgilari birinchi kesishmadan keyin kuchini yo'qotadi. Mana shu ikkita belgi kuchini yo'qotadi birinchi kesishmadan keyin. Lekin mana 3-19 qayrilib olish taqiqlanadi belgisi butun boshli chorrahaga ta'sir qiladi. U hech qayerda kuchini yo'qotmaydi. Butun bosh chorrahada bo'ldi. Bu yerda birdan ham, ikkidan ham mumkin emas. Ajratuvchi mintaqani bor yo'qligi ham umuman qiziq emas. Tushunarlimi? Mana bu savollar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi, Teslada odamlarning oldidan chiqyapti. Telefonda nega deb so'rashadi. Chunki bu narsa bo'yicha juda anchadan beri men o'zimdan misol uchun darslarni sinchiklab o'rganishni boshlagandan keyin bilganman. Juda ko'p o'qituvchi mana shu uchalasi deb yuboradi. Uchalasi birinchi mintaqadan keyin taqiqlanadi. Yo'q, unaqa emas. 3-18-1 va 3-18-2, ya'ni chapga o'ngga burish taqiqlanadi belgilari ajratuvchi mintaqadan keyin kuchini yo'qotadi. Lekin qayrilib olish butun boshli chorrahaga ta'sir qiladi. Yangi savol deb ko'pchilik juda ham bir vahima qildi. Ko'pchilikni yiqityapti, 99% o'quvchini yiqityapti deganlar bo'ldi. U foizni qatdan olib bilmayman, lekin bu yolg'on. Chunki bu savolga ham oson javob berayotganlar bor. Bu Telegram kanalimda, Instagramda berilayotgan savollar. Bu bo'yicha hozir ikkala yo'nalishda ham qayrilib olishga ruxsat berilmaydi.
Chunki bu belgi butun chorrahaga ta'sir qiladi. Aynan shu qoidani men atigi 2 yil oldin taqiqlovchi belgilar degan darsimda o'tib ketganman. 2 yil oldin, ko'p bo'lmadi. Bu qoidani mana shu qoidani men 2 yil oldin qoidada o'rgatib ketganman. Faqatgina shu darsimni ko'rsangiz bo'ldi. Mana o'zi zo'r dars taqiqlovchi belgilar. Mana sanasi 2 yil, mana taqiqlovchi belgilar. Bilasizlar, bu taqiqlovchi belgi. Eng qizig'i, eng ko'p ko'rilgan darsim ham shu bo'ladi. 1 million prosmotr. Bitta shu darsimni o'zi. Hammasi uchun rahmat sizlarga, qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Keyingisi, mana bilan adashtirishlar. Mana belgi chapga burish taqiqlanadi belgisi. Birinchi keshmadan keyin taqiqlanadi. Kuchini yo'qotadi. Mana hozir chapga burish mumkin. Nimaga? Chunki o'rtada ajratuvchi mintaqa bor. Ko'pchilik ajratuvchi mintaqa nimaligini aniqlamaydi, tushunmaydi. Mana beton bo'lgani uchun. Mana shu beton bo'lgani uchun chapga mumkin. Mana belgi shu betongacha ta'sir qiladi, yog'iga ta'sir qilmaydi. Mana shu agar o'rtada ajratuvchi mintaqa bo'lmaganda edi, o'sha chapga mumkin emas edi. Chapdagi rasmda qayrilib olishda bu ikkalasidan ham mumkin emas, tushunarli? Xo'p, lekin mana bu yerda bilib olinglar, mana shu joyda qizil avtomobilga hozir to'g'ri yurish mumkin va chapga burilish mumkin. Chunki qayrilib borish taqiqlangan belgisi chapga yurish mumkin, faqat razvorot mumkin emas. Keyingisi miltillovchi ishora, miltillovchi qizil ishora. Ya'ni miltillovchi qizil ishora nimani bildiradi? Ya'ni o'zi miltillovchi degan so'z bu o'chib yonadigan degani. Xo'p, 31-band svetoforning doirasimon ishora quyidagi ma'noni bildiradi. Ya'ni svetofor nima ma'noni bildiradi? Qizil ishora, o'qinglar mana, qizil ishora, shuningdek miltillovchi qizil ishora harakatlanishni taqiqlaydi. Ya'ni qizil ishora yonib tursa ham, svetofor qizil chirog'i yonib tursa ham, o'chib yonsa ham farqi yo'q, harakatlanishni taqiqlaydi. Bo'ldi, qizil ishora bo'ldi, to'xta. U miltillayaptimi, yonyaptimi farqi yo'q. Mana qizil ishora yonib turibdi prosta. Mana qizil ishora o'chib yonyapti. Bunisi ham nima qiladi? Harakatlanishni taqiqlaydi va bu qizil miltillovchi ishora mana bunaqa ham bo'lishi mumkin. Mana sen temir yo'l kechmasida ikkita qizil bor, o'chib yonadi. Bu ham hech narsa, ya'ni ana o'ylamanglar, bu poyezdga o'tgan ogohlanadi. Bu ogohlanadi shunchaki taqiqlaydi, tushunarli? Ana ikkita qizil miltillovchi ishora bor, oddiy svetoforda va temir yo'l kechmasinikida. Zo'r savol. Yondosh hududlardan yo'lga chiqish joylarida yoki yo'lning dala, o'rmon, yo'llari va boshqa doimiy harakatlanish o'tib ketish uchun mo'ljallanmagan yo'llar bilan kesishgan, tutashgan joylarda ularning oldiga tegishli belgilar o'rnatilmagan bo'lsa, bu belgilarning ta'siri yo'qoladimi? Bu o'sha taqiqlovchi belgilarning eng oxirgida kelgan juda ham bir inji, g'ijim qoidalardan bittasi. Men o'zim bu narsani juda yaxshi bilmayman, lekin bu savol katta ehtimolda imtihonda yo'q. Chunki bunaqa ma'nosiz, bunaqa saviyasiz savol berilmaydi. Sizlardan eng aniq va lo'nda savol beriladi. Bu qoidani bilish nimadirni o'zgartiradi ham deb o'ylamayman-da, eng qizig'i. Xo'p, mana band, shu bandni, taqiqlovchi belgilar bandni tikka ko'chirib qo'yishgan, oxirida ta'siri yo'qolmaydi deganiga yo'qoladimi deb savol bergan va yo'qolmaydi degan javob to'g'ri chiqadi. Bu juda ham yomon savol, menga yoqmaydi to'g'risi. Chunki bu bandni o'zini tushunib olish uchun ancha bosh qotirish kerak edi. Buni aytgan safar bilsanglar, mana bu bandni ko'ruvdiga, mana bu savol 100 o'tgan safargi darsimizda 1163-savolda xuddi shu savol, qarang, xuddi shu savol, faqat unda belgisi yo'q edi. Shuning uchun biz bunga savol xato deb pechat qo'ydik. Yonidagi savolga saviyasiz savol deymiz, saviyasiz to'g'ri yozilgan. Uni o'rniga shunaqa savol qo'shish kerak, bu ertaga haydovchilarga yordam bersin, u qoidani o'rgansin-da. Bu shunaqa savol qo'shish kerak. Hech bo'lmasa chiziqlar qayerga chiziladi degan bersin, asfaltga degan javobni bosib, odamlar imtihondan o'tsin. Bunaqa savol chalkashtirib savol bergan. Endi bu katta ehtimolda men bitta narsani tushuntiray. Bu yerda hozir yo'q ekan. Bu yerda savol qayerdan kelib chiqqani qiziq. Savol test markazidan kelib chiqqanmi yoki kimdandir platformasidan kelib chiqqanmi yoki kimdandir Instagram sahifasidan kelib chiqqanmi? Ana o'shanisi qiziq. Bu katta ehtimolda sizlarga imtihonda tushmaydi. Xo'p, keyingisi, ko'k avtomobil haydovchisi qaysi yo'nalishlarda harakatlanishga ruxsat ruxsat etilmaydi. Savol ham sal bir ikkita joylarda imloviy bir qanaqadir qo'shimchalarsiz haydovchisiga deyilganda menimcha chiroyli chiqardi. Ko'k avtomobil haydovchisi qaysi yo'nalishlarda harakatlanishga ruxsat etilmaydi? Mayli, hech narsa qilmaydi, amallashibdi. Hop, birinchi o'rinda 56-band. 56-band nima deydi?
Chapga burilmoqchimisan, chapga o't. O'ngga burilmoqchimisan, o'ngga o't degan qoidasi keladi. Mana hozir bu avtomobil birinchi qatorda turgani uchun 56-bandga hisobga olib 3 va 4 yo'nalishlarga yurishi mumkin emas. Chunki unga 56-band u birinchi qatordaligi qarshi ketadi. Agar u ikkinchi qatorda bo'lganda, malades 3 bilan 4 ga mumkin bo'ladi. U birinchi qatorda bo'ldimi, demak 3 bilan 4 atmen. Endi keyingisi o'ngga burilish taqiqlangan belgisi turibdi. Ya'ni vaqtinchalik o'ngga burilish taqiqlangan belgisi turibdi. Demak, u o'ngga burilishni taqiqlaydi. Demak, birinchi yo'nalish ham atmen bo'ldi. U uchalasiga yura olmaymiz. Faqatgina ikkinchi yo'nalish bo'yicha yurishimiz mumkin. Endi savolda ruxsat etilmaydi degani uchun 1, 3, 4 degan javoblar to'g'ri chiqadi. Mana bu savol kerak. Jamiyatga, ya'ni haydovchilarga kerak savol. Chem boyigidan ko'ra. Keyingisi ushbu yo'l belgisi qanday nomlanadi? Zo'r belgi bu qo'shimcha axborot belgisi. Yani hozir raqam esimda yo'q. 751 shanba, yakshanba va bayram kunlari. Buni nomi shunaqa: shanba, yakshanba va bayram kunlari. Qanday nomlanadi? Mana javobi turibdi: shanba, yakshanba va bayram kunlari. Bu belgi ham chiqqanda O'zbekistonda bu belgi bormi o'zi, yangi savol deb vahima qilishdi. Bu savol eng oddiy savol va zo'r savol. Bu belgi qo'shimcha axborot belgisi qaysi belgi bilan birga qo'llanilsa, o'sha belgi faqat shu kunlarda ishlashini bildiradi. Masalan, misol uchun mana tepadagi rasmga e'tibor berasiz. Parkovka, ya'ni to'xtab turish joyi shanba, yakshanba va bayram kunlari. Demak, men bu joyda shanba, yakshanba va bayram kunlari to'xtalayman, lekin dushanba, seshanba bo'ladigan bo'lsa, men bu yerda to'xtashim mumkin emas. Ya'ni bu parkovka hisoblanmaydi. 8-dekabr kuni kelsam, u bayram kuni hisoblanadi va to'xtab bemalol mashinamni qo'yib ketsam bo'ladi. Lekin oddiy kuni keladigan bo'lsam, bu yerda to'xtab turishim mumkin emas. Bu yerda parkovka yo'q degan ma'noda keladi. Pastdagi rasm kirish taqiqlanadi va shanba, yakshanba, bayram kuni. Demak, to'g'ridagi yo'lga shanba, yakshanba va bayram kunlari kira olmayman, qolgan kunlari kirsam bo'ladi degan ma'noda keladi. Bu ham zo'r savol. Javobi shanba, yakshanba va bayram kunlari deb nomlanadi. Eng qizig'i, bu darsni ham men 2 yil oldin Telegram kanalimga joylab qo'yganman. Agar bu darsni ko'rganingizda, bu savol siz uchun yangimi, eskimi farqi bo'lmas edi. Xo'p, keyingisi velosipedchilarga velosiped yo'lkasi bo'lganda qatnov qismidan harakatlanishga ruxsat etiladimi? Bizda 168-band bor. Velosipedchi va individual harakatlanish vositalarining boshqarayotgan shaxslarga quyidagilar taqiqlanadi deyilgan. Ya'ni velosipedchiga mashina taqiqlanadi degan ancha-muncha gapning orasida imini shu savol bor. Velosiped yo'lkasi bo'lgan holda yo'lning qatnov qismida harakatlanish. Ya'ni velosiped uchun yo'lka bormi? Demak, siz qatnov qismidan harakatlanishingiz taqiqlanadi. Velosipedchi taqiqlanadi. Ya'ni qatnov qismi bu asfalt. Ya'ni tasavvur qiling, velosiped yo'lkasi bor, asfaltdan yurish mumkin emas, tushunarli? Agar navoda velosiped yo'lkasi bo'lmasa, ana undan keyin asfaltda yurasiz. Lekin trotuarda yurishingiz mumkin emas. Yo'l yoqasida yurishingiz mumkin. Endi hozir rasmni olmayman, aybim meniki, yurish mumkin emas. Qaysi belgida qayrilib olishga ruxsat etiladi? Qarang. Mana yerda ko'pchilik uni adashtiradi. Mana shu manevrlarni adashtiradi. O'sha manevrlarni bilib olish uchun men mana bu narsani yasab qo'ydim. Hozir mana shu turishda hozir skrinshot qilib oling, sizga kerak bo'ladi. Bu oldingi darslarda ko'rsatilgan. Bizdagi muammo mana bu bo'ladi. Mana bilan mana adashtirib qo'yamiz. O'zbekchasiga adashtirib qo'yamiz. Birinchi chapdagi rasm chapga burilish. Agar sariq avtomobil o'sha ko'rsatilgan yo'nalish bo'yicha yursa chapga buriladi. Agar ikkinchi yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, u qayrilib olish. Bilsanglar, taksiga ham chiqqanda shunaqa deymiz. Taksiga yoki avtobuslarga kelib chiqqaningizda haydovchiga qarab, chapga qayrilib to'xtab keting deymiz. Eng qizig'i, chapga qayrish degan manevr yo'q o'zbek tilida-da. Ya'ni o'zbek o'sha yo'l harakat qoidalari chapga qayrish yo'q. Chapga burilish bor, o'ngga burilish bor va qayrilib olish bor. Pavorot, razvorot bo'lib keladi bu asosan, tushunarli? Ya'ni bu yerda hozir ko'rasizlar, belgida o'sha so'z ketyapti. Ya'ni qayrilib olish taqiqlangan. Nima? Hozir bitta qaraylik. Qaysi belgida qayrilib olish? Bo'ldi. Qayrilib olish ruxsat etiladi. Bizda mana ma'mini so'rayapti. Mana ma'mini so'rayapti. O'sha 3 ta belgida mashi ruxsat etiladi. Qaysi birida ruxsat etiladi deyapti, tushunarli? Shunisiga ham e'tibor berasiz. Shuni olib qo'ying, o'zingizga kerak bo'ladi. Xo'p, qaysi belgida qayrilib olishga ruxsat etiladi? Mana uchala belgidan qaysi birida razvorot mumkin, ya'ni mana bunday mumkin. Bunday mashi mumkin deyapti. Qayrilib olish. Chapga bo'lganda mana bunaqa bo'lardi. Mana ham chapga burilish, tushunarli? Shu ikkalasini adashtirib qo'ymanglar. Xo'p, birinchi belgiga e'tibor beramiz. Birinchi belgi
Kompyuter ham qotdi. Hozir ozgina kutasizlar, kompyuter qotib qoldi o'zidan o'zi. Hozir bir balolar ishlab ketadi lekin. Xo'p, ketdik. Qaysi belgida qayrilib olishga ruxsat etiladi? Birinchi belgini qaraymiz. Chapga burish taqiqlanadi belgisi. Chapga burish taqiqlangan belgida faqat chapga burilmasangiz bo'ldi, qolgani mumkin. Eng qizig'i qayrilib olish ham mumkin. Keyingisi bir tomonlama yo'lga chiqish. Bir tomonlama yo'l faqatgina chapga degan ma'noni beryapti. Bu belgi turganda faqatgina o'ngga yurmasangiz bo'ldi. O'ngga yursangiz qarama-qarshi bo'lib qolasiz. To'g'riga, chapga va eng qizig'i qayrilib olishga ham mumkin. Mana bular haqida gap ketyapti. Bunisi haqida gap ketyapti. Hop, keyingi belgimiz bir tomonlama yo'lga chiqish, faqat bir tomonlama yo'lga yo'nalishi transportasi teskari yuradigan yo'l. Ya'ni bu yo'lda ham faqatgina chapga yurmasangiz bo'ldi. Chunki chapga yursangiz yo'nalishi transportlarning yo'liga tushib qolasiz, ya'ni A polosiga tushib qolasiz. Ana shuning uchun javob hammasida qayrilib olishga ruxsat etiladi. Mana hammalarni so'rayapti. Mana shu uchalasini so'rayapti. Uchalasida ham qayrilib olish mumkin. Chunki bularda qayrilib olishda muammo yo'q. Birinchisida A da chapga mumkin emas, V da o'ngga mumkin emas. S da chapga mumkin emas. Chunki chapga yursak A polosiga tushib qolamiz. Shu ma'noda kelyapti. Keyingisi qaysi transport vositasi o'ngga to'g'ri burilmoqda? Zo'r savol. Qaysi transport vositasi o'ngga to'g'ri burilmoqda? Mana buni yaxshilab ko'ramiz. Xo'p, endi bu yerda birinchi o'rinda 56-band yana ketdi. 56-bandga asoslansak, men o'ngga burish uchun o'ngga o'tishim kerak, chapga burish uchun chapga o'tishim kerak. Birinchi o'rinda yashil avtomobil qoidani buzdi, chunki u ikkinchi polosadan o'ngga burilyapti mana. Mana buni yaxshilab ko'rib olinglar. Yashil avtomobil qoidani buzdi, chunki u 56-band, ya'ni o'ngga burish uchun o'ng qatorni egallamadi, ikkidan burildi. Keyingisi sariq mashina ham qoidani buzdi. Nimaga? Chunki sariq mashina ham o'ngga burish uchun o'ngga o'tish kerak edi. Ya'ni oq turgan joyga o'tish kerak edi. Sariq turgan mashina turgan joydan faqatgina to'g'ri yursa bo'ladi. Belgiga e'tibor berasiz. Yashil avtomobil turgan joydan uchta joyga yursangiz bo'ladi. To'g'riga yursangiz bo'ladi yashildan. Hozir strechning o'tib ketdi bu. Chapga va qayrilib olishga yursa bo'ladi. Mana yashil turgan joydan. Lekin o'ngga mumkin emas, chunki u o'ng qatorda emas. Keyingisi qizil avtomobil ham qoidani buzdi, o'ngga burish qoidasini. Nimaga? Chunki mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar 5-8 bir belgisi bor. U birinchi polosadan to'g'ri yurgan deyapti. Shuning uchun bu ham qoidani buzdi. Bizda to'g'ri burilmoqda faqatgina oq avtomobil, chunki u o'ngga burish uchun o'ng qatorga o'tdi. Qizil ham o'ngda, lekin u yerda belgi taqiqlayapti. Shuning uchun. Xo'p. Keyingisi qaysi transport vositasi o'ngga to'g'ri burilmoqda? Ikkala savol bir xil, faqat ozgina ko'rinishda farq qildi. Bir xil ma'noni beradi. Yana 56-band. Yashil avtomobil qoidani buzdi, chunki u o'ng qatorda emas, chap qatordan ikkinchi polosadan burilyapti. Hop, keyingisi sariq ham qoidani buzdi, chunki u ham ikkinchi qatorda. Hop, mototsikl ham qoidani buzdi. Nimaga? Chunki u yerda orqasida to'g'ri kelgan strelka bor. To'g'ri kelgan strelkada o'ngga burish mumkin emas, yo'l chizig'i bor. Demak, bu yerdan faqatgina oq avtomobil to'g'ri bo'ldi. Bu yerda bitta narsa narigi savol bilan bir xil. Bu yerda olmayman. Mayli, shuni olib qo'ying. Narigi savol bilan bir xil. Ikkita savol bir xil. Bitta farqi bor. Mana bu yerda mototsiklda yo'l chizig'i taqiqlayapti, qizilda yo'l belgisi taqiqlayapti. Qolgani bir xil ko'rinishda. Oddiy savol, juda ham oddiy savol. Faqatgina bu yerga nima kerak? E'tibor kerak bo'ldi. Keyingisi qaysi avtomobil haydovchisi qoidani buzmay harakatlanmoqda? Qoidani buzmay. Xo'p, endi bu yerda hozir ko'rib turganimiz asosiy. Shuni ham rasm so'rashdi. Ya'ni qaranglar, bu yerda qizil avtomobil chapdagi rasmda birinchi A polosiga o'tdi, keyin boshqa qatorga qayta tizildi. A polosiga o'tish mumkin, chunki uzuq chiziq. Bu yerda qoidani buzmay deyapti. Bu yerda ko'rasizlar, ikkinchi rasmda qizil avtomobil to'g'ri ikkinchi polosiga o'tib ketdi. Ana bu qoidani buzdi. Nimaga qoidani buzdi? Chunki mana bu yerda e'tibor beringlar. Mana shuni ko'pchilik ko'rmay qolyapti. Mana bu yerda uzuq chiziq bor, ya'ni 1-11 chiziq bor. Qizil avtomobil kelib, mana bu yoqqa burilib, keyin mana bu yoqqa o'tib ketish kerak. Shuna qilish kerak. Uzuq. Shuni ko'pchilik uzuq ko'rmay qolyapti. Shuning uchun juda ham ko'p so'rashadi mana shu narsani mendan. Xo'p. Ya'ni bu yerda A polosa bo'lgani uchun biz nima qilamiz? Agar A polosa uzuq chiziq bilan ajratilsa, unga o'tamiz-da, keyin boshqa joyga o'tamiz.
Agar splashnoy bo'ladigan bo'lsa, unda nima qilamiz? To'g'ri narigi qatorga o'tib ketamiz. Agar mabodo mana hozir mana rasmda mana uzuq-uzuq chiziq bo'lmaganda edi, mana shu uzuq-uzuq chiziq bo'lmaganda edi, unda mana qizil to'g'ri burilayotgan bo'lardi. Keyingisi, qaysi rasmda 4 tasmali yo'l ko'rsatilgan? Sizlarni tabriklayman, yana bitta noto'g'ri savol bilan. Buni bitta yomon tarafi, xohlasanglar bu videoni aynan shu joyini kesib o'sha o'qituvchilarga tarqatib qo'yinglar. Men buni asoslab bera olaman. Ancha-muncha o'qituvchi xuddi shu rasmni olib chiqib, xuddi shu rasmdan savoliga javob berishyapti. Eng qizig'i, xatoligi hech kimning xayoliga kelmayapti. Ana endi harakatlanish tasmasi, bu yerda o'zi mana shu 3 ta rasmdan qaysi rasmda 4 ta tasmali yo'l ko'rsatilgan, ya'ni qaysi yo'lda 4 ta polasa bor deyapti. Harakatlanish tasmasi degan atama bor. Avtomobillarning bir qator bo'lib harakatlanish uchun yetarlicha keng bo'lgan yo'l chiziqlari bilan belgilangan yoki belgilanmagan yo'l qatnov qismining har qanday bo'ylama tasmasi. Ya'ni qatnov qismini biz qanaqa qilib aniqlaymiz? Tasmani, ya'ni chiziqlar bilan yoki mashinaning gabaritidan kelib chiqib. Xo'p, bu yerda hozir mana buni yaqinlashtiring. Mana bunda aniq 4 ta qator bor. Mana gap bo'lishi emas. Chunki o'rtada chiziq bor, chiziqlar bilan ajratilgan. Mana bu yerda 4 ta qator bor. Bu aniq. 3-rasmda ham aniq 4 ta qator bor. Chunki rasm jihatdan bir xil, faqat bittasi ajratuvchi mintaqa bor, bittasi ajratuvchi mintaqa yo'q. Bu yerda 4 ta tasma. Birinchi rasmda 4 ta tasma, 3-rasmda ham 4 ta tasma. Birinchi rasmda qatnov qismi asfalt 2 ta, 3-rasmda qatnov qismi 1 ta. Ana endi eng asosiy masala ikkinchi rasmga qaraymiz. Buruv chizig'i bor o'tda, ikkita sidirg'a chiziq bor. Mana ikkita sidirg'a chiziq bor. Rahmat, zo'r. Buruv chizig'i 4 va undan ortiq harakatlanish bo'lagi bo'lgan yo'llarda qarama-qarshi yo'nalishdagi transportlarning oqimini ajratadi. Qaranglar, 4 va undan ortiq. Eng muhimi shu. O'qituvchilar sharhlayotganda ustozlar shuni adashtirdi. 4 va undan ortiq yo 4 ta bo'ladi, yo 5 ta bo'ladi, yo 6 ta, yo 7 ta, yo 8 ta, farqi yo'q. 4 ta va undan ko'p bo'lsa bo'ldi, sizni yo'lning o'rtasiga buruv uch chizig'ini chizishadi. Bu yerda eng qizig'i birinchi va uchinchi degan javob yo'q. Mana bunda birinchi va uchinchi degan javob yo'q. Ikkinchi va uchinchi bor. Noto'g'ri, birinchini noto'g'ri, birinchi va ikkinchi noto'g'ri, barchasi ham noto'g'ri. Noto'g'ri hammasi, bu yerda to'g'ri varianti yo'q. Bu yerda birinchi va uchinchi rasmda 4 ta harakatlanish tasmasi bor. 2 noaniq. Nega? O'rtaga ikkita sidirg'a chiziq chizib qo'ygani bu 4 ta degani emas. Undan ko'p bo'lishi ham mumkin. Ana endi buni qanaqa qilib aniqlaysan, Farruh 4 taligini yoki 6 taligini desanglar, bu yo'lga mashinani qo'yib qo'yish kerak edi. Mana bu yerda pastga e'tibor beringlar, men rasm chiqazdim. Mana bu yerda buruv chizig'i bor va bu yerda harakatlanish tasmasi 4 ta. Chunki mashinani eniga qarayman, o'zim aniqlab olaman. Bu bo'yicha bandam bor. Ana endi mana bu yo'lga e'tibor bering. O'rtada buruv chizig'i turibdi. Bir tomonida 3 ta polasa bor. Chunki 3 qator mashina ketyapti. Ikkinchi rasmdagi joyda qatorni nechtaligini bilish uchun bizga o'tga transsozasini qo'yib berish kerak. Biz o'shanga qarab, chamalab topib olamiz. Shuning uchun bu savolni o'ylab o'tirmasdan xato deymiz. Bu savolni xato deyish uchun men ataylab mana barchasi degan, chunki boshqa javob to'g'ri kelmayapti. Bular xato qilganini men bildim. Bu xato. Shuning uchun barchasini bosdim. Chunki to'g'ri javob yo'q. Ular barchasini deb o'ylagan. Buni Instagramda ham ko'rdim. 2-3 ta o'qituvchi barchasini deb bosdi. Shunchaki bular shuni to'g'ri deb ko'rsatyapti, lekin bu savolni men xato deyman. Uyalmayman, qo'rqmayman. Chunki buruv uch chizig'i 4 dan undan ortiq. 4 ta degani gap bo'lishi mumkin emas, javob qabul qilardik. Lekin undan ortiq degan joyi bor va bu yerda rasmini rasmda o'sha nechta mashina sig'ishini, misol uchun mana shu rasmda tasavvur qiling. Mana qilib hozir mana qilib 3 ta mashina sig'dirib qo'yish mumkin. Mana 3 ta mashina qilsa qo'yib qo'ysa, gap bo'lmaydi. Mana bu yerda 6 ta polasa bor. Lekin bu yerda mana qilib 2 ta mashinani ham sig'dirish mumkin-da. Bular shuni hisobga olmagan. Eng qizig'i buni ancha-muncha bu savolni ancha-muncha o'qituvchi ham sharhlab chiqdi. Mana qilsa 4 ta polasa qilsa ham bo'ladi. Mumkin. Bu chala savol. Xullas, savol noto'g'ri. E'tibor bermanglar. Sizlarda imtihonda bunaqa chala savollar, xato savollar, konkret asosiy savollar tushadi. Qaysi javobda yo'l belgilari guruhlarining ketma-ketga to'g'ri ko'rsatilgan? Voy, savolni qarang ahvolni. Qaysi javobda yo'l belgilari ketmagan? Buni men to'ppa-to'g'ri. Men ham bu savolni Telegram kanalimda juda ko'p berganman. Shunchaki belgilarning ketma-ketligini bilish uchun. Bu imtihonga qo'yish shart emas edi bu savolni. Agar imtihonda bo'lsa, bu yomon.
Chunki saviyasi savol. Undan ko'ra nima yo'l harakatiga taalluqli oddiygina bitta boshqa chiroyli savol qo'shib qo'ysa bo'lardi. Bitta zo'r savolni joyini olib turibdi deb bu savol ham. Lekin oson. Xo'p, yo'l belgilash guruhlari ketma-ketligi ogohlantiruvchi, imtiyoz taqiqlovchi, buyuruvchi, axborot ko'rsatgich, servis va qo'shimcha axborot belgilaridan tashkil topgan. Bu javob bizda ikkinchi javobda ko'rsatilgan. Juda ham oddiy va saviyasiz savol. Bu savolni javobini topmaslik o'quvchida menimcha hech narsani o'zgartirmaydi. Shunchaki o'zingiz uchun bilsangiz yaxshi, bilmasangiz zarar emas degan ma'noda kelyapti bu yerda. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar. Mana qaranglar. Mana yerda ikkita savol bor. Mana qaranglar, o'zingizlar solishtiringlar, prosta chapdagi va o'ngdagi savol. O'ngdagi savolni bilsak, biz ancha-muncha qoidani o'rganamiz. Lekin chapdagi savolni bilish bizga nima beradi yoki nima bermaydi? O'ngdagi savolda bittada 3 ta qoidani o'rganyapmiz. Belgi taqiqlayapti, 56-band taqiqlayapti. Zo'r savol. O'ngdagi savol. Mana shunaqa qilib ham savolni savoldan ajratib olish kerak. Sizlarda o'zingizlarda bilim bo'lsa, bu narsani men aytishim shart emas. Shuning uchun anaqa qilmanglar. Harakatlanish tartibini ko'rsating. Zo'r savol harakatlanish tartibini ko'rsating. Bu yerda bizga 105-band, ya'ni o'ng qo'l qoidasi kerak bo'ladi. 107-band kerak bo'ladi. Chapga burilganda ro'para yo'l berish kerak. Bilasizlar, o'ng qo'l qoida ishlagan, ya'ni 105-bandda tramvay bu yerda har qanday vaziyatda birinchi yuradi. Endi bu yerda hozir qora avtomobil bilan sariq avtomobil tramvayga yo'l berishga majbur. Biz birinchi o'rinda tramvayni hal qilamiz. Birinchi tramvay to'g'ri yuryapti, ikkinchi tramvay chapga burilyapti. 107-bandda yozilgan, chapga burilayotgan transport vositasi ro'paradan kelayotgan transport vositasiga yo'l berish kerak. Demak, ikkinchi tramvay birinchi tramvayga yo'l beradi. Nimaga? Chunki birinchi tramvay to'g'ri yuryapti, ikkinchi chapga burilyapti. Demak, birinchi tramvay birinchi. Ana endi shu paytda biz mana shunaqa paytda harakatlanish yo'nalishini ham tushunishimiz kerak. Bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsanglar, sariq avtomobil ikkinchi tramvayga xalaqit bermayapti. O'zi u ikkinchiga yo'l berish kerak. Nimaga? Chunki tramvay ustunlikka ega, lekin unga xalaqit bermayapti. Qoraga yo'l berish shart emas, chunki qorani o'ng tomonida. Eng qizig'i birga ham xalaqit bermayapti. Demak, birinchi tramvay bilan sariq avtomobil bir vaqtda harakatlanadi. Ana undan keyin ikkinchi tramvay chapga buriladi. Va qora avtomobil to'g'ri yuryapti. Demak, ikkinchi tramvay bilan qora avtomobil bir vaqtda harakatlanadi. Birinchi tramvay va sariq bir vaqtda, ikkinchi tramvay va qora avtomobil yana bir vaqtda harakatlanadi. Mana shunaqa tartibda bular yo'lni kesib o'tadi. Belgilangan yo'nalishlarda harakatlanishga ruxsat etiladimi? Belgilangan yo'nalishlarda, ya'ni bu yerda belgilab qo'yibdi. Ko'rasizlar, sariq avtomobil o'ng qatordan birinchi qatordan birga burilyapti. Demak, bu qoidani buzmadi. Qora avtomobil chapga burilmoqchi, uchinchi qatorni egalladi va eng qizig'i chapga burilganda istalgan yo'nalish bo'yicha harakatlanish mumkin. Mana Ahmetga ham o'ta oladi. Uchinchi qatorga ham o'ta oladi. Lekin sariq avtomobil shu vaziyatda hozir yo bunga harakatlansa, u qoidani buzadi. O'ngga burilganda eng chetki tasmani egallash kerak. Buni qoidasi 57-bandda ko'rsatilgan. 57-bandda shu narsa ko'rsatilgan. Ikkisiga ham ruxsat etiladi. Ketdik. Aholi punktlarida quvib o'tishda qanday ogohlantirish ishoralardan foydalanish mumkin? Aholi punktlarida quvib o'tayotganda faqat farani o'chirib yoqamiz. Bo'ldi. Bunga 48-band. Faradan uzoqni yoritish chiroqlaridan o'chirib yoqamiz, ya'ni dalini yoqib o'chirib bilamiz. Lekin tovushli ishorani bermaymiz. O'zi 48-bandda aytgan, tovushli ishora faqat mana shu ikkita holatda ishlatiladi. Ya'ni quvib o'tayotganda va avariyani oldini olish maqsadida. Lekin quvib o'tayotganda aholi punktlarida foydalanmaymiz. Shuning uchun bu savolning javobi F1 bo'ladi. Aholi punktlarida faqatgina avariyani oldini olish uchun ishlatiladi. Mana bu yerda qaranglar, e'tibor beringlar. Mana aholi punktlarida signal chalish mumkin emas, shuning uchun nima qiladi? Dalini o'chirib yoqadi. Endi aholi punktlardan tashqarida quvib o'tishda qanday ogohlantirish ishoralaridan foydalanish mumkin? Ana endi o'sha savolni aholi punktlardan tashqarida deb beryapti. Ana endi aholi punktlardan tashqarida avariyani oldini olish uchun ham va yaqinda va uzoqni yorituvchi chiroqlarni qayta o'chirish bilan kechirasizlar. Mana soatni ko'rsataman. Soat 00:49. Shuncha sal uyqu kelgandek bo'ldi. Xo'p, mayli, ketdik bo'lmasa.
Mana bu ikkita savolni yaxshilab ko'rib oling. Ikkita savol deyarli bir xil. Faqat mana bunisida aholi punktlarida deyapti. Bunisida aholi punktlardan tashqarida deyapti. Aholi punktlardan tashqarida quvib o'tganda ham signal chalsa bo'ladi va avariyani oldini olishda ham. Aholi punktlarida esa faqatgina yaqin yorituvchini yoqamiz, uzoq bilan almashtirib tovushli ishora berish mumkin emas. Ikkita bir xil savol. Keyingisi, qaysi avtoni haydovchisi qoidani buzmay harakatlanmoqda? Zo'r savol. Qoidani buzmay harakatlanmoqda. Yana o'sha gap A polasa bo'yicha kelyapti. Qizil avtomobil o'ngga burilyapti. O'ng birinchi qatoriga oladi, keyin ikkinchi qatorga o'tadi. Chunki uzuq chiziq. Mana bu yerda e'tibor bersanglar, mana bu qizil avtomobil to'g'ri 2 ga chiqib ketyapti. Ana endi bu yerda bu avtomobil qoidani buzmayapti. Chunki A polasa sidirg'a chiziq bilan ajratilgani uchun to'g'ri narigi ko'chaga o'tib ketaveramiz yo'lga. Shuning uchun har ikkala rasmda ham qoidani buzmay harakatlanmoqda degan javob to'g'ri chiqadi. Mana bu zo'r savol. Hozir aktualniy, juda kerakli savol, chunki A polasi ko'payib ketyapti. Mana ikkita bir xil savol. Xo'p, sariq avtomobil haydovchisiga avtoturargohga kirishga ruxsat etiladi. Avtoturargohga savolni qarang. To'xtab turish joyi emasmi? Mabodo. Hop, mayli, hech narsa qilmaydi. Qayrilib olish belgisi qayrilib olish joyini bildiradi va bu belgida chapga burish mumkin emas. Sariq avtomobil qayrilib olish joyidan chapga burilgani uchun qoidani buzyapti. Agar mana mabodo mana belgi bo'lmaganda edi, ana unda u to'g'ri bo'layotgan bo'lardi. Shuning uchun taqiqlanadi. Zo'r savol, malades. Hop, qaysi yo'nalish bo'yicha harakatlanishga ruxsat etiladi? Zo'r savol. Bu savol imtihonga qo'shilganiga ishonmayman. Bu savol ancha yillar oldin, ancha kunlar oldin, yaqinlarda ham mani Telegram kanalimga tashlangandi. Bu juda ham oddiy savol. 411 belgisi. Qaysi yo'nalish bo'yicha harakatlanishga ruxsat etiladi? A yo'nalish bo'yicha taqiqlanadi. Nimaga? Chunki belgi turibdi. Belgi bu chorrahadan faqat to'g'ri yurishni talab qilyapti. Chorrahadan o'tib, nariyoqdan qayrilib kelsak, hech qanaqa qoidani buzmaymiz. Chunki biz belgini ta'sir doirasidan chiqdik. Demak, harakatlanish to'g'riga kechmani oldiga o'rnatiladi va javob B yo'nalish bo'yicha qayrilsa, qoidani buzmaymiz. Keyingisi, ushbu vaziyatda oxirgi bo'lib kim o'tadi? Bu vaziyatda bilyapmiz, ko'k avtomobil bilan sariq avtomobil asosiy yo'lda, qizil esa ikkinchi darajali yo'lda. Qattan bildik. Mana belgidan bilyapmiz asosiy yo'llarigina. Qizil ikkinchi darajali yo'ldan chiqyapti yuk avtomobil. Demak, qizil uchinchiligi aniq bo'ldi. O'sha javob oxirgi deyilyapti. Oxirgi bo'lgani uchun qizil avtomobil oxirgi bo'ldi, chunki u ikkinchi darajali yo'lda. Ana endi mana shu birinchini topishim kerak. O'zimiz uchun bilib qo'yaylik, bu ham yaxshi savol. Kim birinchi o'tadi? O'zi aslida ko'k avtomobil yo'l berish kerak sariqqa. Nega? Chunki to'siq uni oldidan chiqdi. Lekin bu yerda 207 belgi turgani uchun, to'siq ko'kning oldida bo'lgani uchun ham bo'lsa ham farqi yo'q, ko'k avtomobil birinchi o'tadi. Chunki bu yerda belgi sabab. Mana o'rtada turgan belgini ko'rasizlar. Mana bu belgi turgani uchun ko'k birinchi, sariq ikkinchi. Agar shu belgi bo'lmaganda edi, sariq birinchi, ko'k ikkinchi, qizil uchinchi bo'lardi. Tushunarli? Xo'p, bo'lmasa yana bir bor bu programmani bir 2 oy, 3 oy oldin tugatgandim. Yana tugatgandan sizlarga rahmat aytaman. Muhimi qoidani o'rganing. Qoidani o'rgansangiz, любой savolga, istalgan savolga javob berasiz. Eski, yangi farqi yo'q. Shuning uchun men har doim qoidani o'rganish tarafdoriman va o'sha qoidani o'rganishni har doim oqlayman. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.